2004-yil chamasi fevral oylarida bizani Jiyda gullaganda deb nomlangan qo'shig'imiz tavallud topgan. Va bu qo'shiq bizga nima deydi, omad keltirmaydi deb o'ylab, bu qo'shig'i bizga shunaqa tavsiya qilishganki, bu qo'shig'ni tark etinglar deyishgan. Shuning uchun shu qo'shig'ni tark etamiz deb e'lon qilganmiz, sotishga, ya'ni o'z xarajatini qoplaydigan sharoit og'ir bo'lgan. E'lon qilganmiz, chamasi bir 15 ga yaqin odamlar kelib bu qo'shig'imizni eshitishgan va bu qo'shiq ancha kulgili tuyulgan insonlarga, juda ham yosh bolalar aytadigan detskiy qo'shiq deyishgan. Shuning uchun biz keyin bu ashuladan umidni uzib tark etmoqchi bo'lganmiz, lekin hech kim olmagan. Ustimizdan kulishgan va bu qo'shig'i o'zimiz ommaga shunday chiqarib yubora qolaylik, kulishsa kulishar deb chiqarib yuborganmiz, lekin bu qo'shiq teskarisi bo'lib chiqib bizga juda ham katta omad keltirdi. Mana hozir shu qo'shiq orqasidan xalqqa xizmat qilib yuribmiz. Nima deydi? Umuman o'sha ashulamizdan ustidan kulib sotib olmagan odamlarga kattakon rahmat.